Assalomu alaykum. Bugungi suhbatni yaqin o'tmishdagi bir eslov bilan boshlamoqchiman. 1983-yil edi. O'zkom partiyani bosh nashri hisoblangan Sovet O'zbekistoni gazetasining birinchi betida kattagina bosh maqola e'lon qilindi. Agar xotiram pand bermasa, adabiyotning g'oyaviy badiiy yuksakligi uchun deb nom qo'yilgan bu maqolada o'zbek adabiyotining 3 ta iste'dodli vakili ijodi juda qattiq tanqid qilingan, tanqid tig'i ostiga olingandi. Ulardan biri she'riyatda Rauf Parfi, dramaturgiyada Sharof Boshbekov, nasrda yosh yozuvchi Salohiddin Sirojiddinov. Xususan Rauf Parfini she'rlarini sovet voqeligini buzib ko'rsatuvchi, badbinlikka, pessimizmga berilgan asarlar sifatida baholangan bo'lsa, yosh endi dastlabki hikoyalarni e'lon qila boshlagan Salohiddin Sirojiddinovni Marjon degan hikoyasida o'zbek sovet ayoli sha'niga bo'xton yog'dirilgani, uni nedir bir axloqsiz, hayotda ushlamaydigan axloqsizlikda ayblangani iddao qilingan edi. Mazkur maqolani kattagina qismi Sharof Boshbekov, uning dramalari, xususan o'sha yillari juda jiddiy o'quvchilar tomonidan chanqoqlik bilan kutib olingan Tikonsiz tipratikanlar spektakli dramasini tanqidiga, uni yer bilan yakson qilishga bag'ishlangandi. Dramadamish Sho'ro maktabi o'quvchilari, sovet pionerlari, komsomollari, chekuvchan, urushqoq, hatto o'zidan katta avlodni reviziya qiladigan darajada xunuk holatlarda tasvirlangani va bu dramaturgni hayotni buzib ko'rsatishga moyilligidan dalolat ekanligi da'vo qilingan. Maqola barcha oliy o'quv yurtlarida, ijodiy uyushmalarda, juda ko'p jamoalarda muhokama qilindi. Bu majburiy edi. Bosh maqola bo'ladigan muhokamasiz qoladimi? Va bu muhokamalarda Kompartiya belgilab bergan, uni bosh maqolasida aytilgan jamiki fikrlar aksariyat qo'llab-quvvatlanib, tegishli protokollar, bayonnomalar tuzilib, o'sha kunlariyoq Markazkomga yetkazilib raport berilgan edi. Shulardan qisqagina ekskursdan ham bilyapsizki, biz bugun suhbatga, hayratni suhbatiga loyiq topganimiz Sharof Boshbekov, uning asarlari, xususan Temur xotin asari qanchalik e'tiborga, qanchalik muhokamaga loyiq asar. Ey Xudo, men senga nima yomonlik qildim ha? O'sha tanqidlar, o'sha tahdidlarga qaramasdan Sharof Boshbekov o'zini, Alloh bergan iste'dodini, chinakam ijodiy a'molidan voz kechgani yo'q. Ya'ni chizib berilgan yo'l, unga ko'rsatilgan vektor, uni mukofotlarga olib boradigan yo'llarga inkor qo'lini ko'tardi. O'zini haqiqatini, o'zini ijodini, o'zini dardini, o'zini menligini asarlari orqali namoyish qilishdan ortga qaytmadi. Aytgan Tikonsiz tipratikanlardan keyinoq Sharof akani qator dramalari, tragikomediyalari o'z zamonasini hayotiy, realistik, achchiq haqiqatlarni sahnaning o'lmas haqiqatlariga aylantirishga yaroqli bo'lgan asarlariga ko'chirish davom etdi. Ana shu asarlarning orasida ayniqsa Temur xotin degan Sharof Boshbekov jiddiy komediya deb nom qo'ygan, dar haqiqat tragikomediya darajasidagi asar nafaqat milliy zaminda, balki bemalol aytish mumkin olamshumul doirada ham juda katta shon shuhrat qozondi.
iste'dodli ijodkor, O'zbekni peshonasiga bitgan noyob rejissyorlardan biri Olimjon aka Salimov mazkur pyesa asosida, drama asosida, tragikomediya asosida avval Farg'ona viloyat teatri ustida, keyinchalik Toshkentni markaziy, respublikani markaziy sahnasi Hamza nomidagi bosh teatrida, undan keyin esa Moskva sahnalarida bu asarni namoyish qildi. Bu drama yozilgan yillari faqat Sharof Boshbekovnigina ovozi bor emas edi. She'riyatda ham, nasrning kichik janrlarida ham O'zbekni 6 million tonna paxta yetishtirib berish degan majburiyat bo'yniga ilingan jafokash xalqni dardi dunyosini oshkor etishga bag'ishlangan asarlar yaratilardi. Xususan Muhammad Yusuf Ruski ro'zin sochib aylanar falak, sen esa dalangdan topolmay halak, bolangga bergali bitta handalak, nega yig'lamaysan ahli Andijon? Nahoringda paxta, shomingda paxta, ayvoningda paxta, tomingda paxta, oqar og'u bo'lib qoningda paxta, nega yig'lamaysan ahli Andijon deya hayqirgan bo'lsa, uning izdoshi, uning qalamkash do'sti Mirzo Kenjabek ona yurtni shu holga solgan kimsalarni yuziga qarata mana nimalarni degandi. Shoni shuhrat quli, unvonlar quli, yerdagi mislsiz yolg'onlar quli, jonimning titrog'ini sezadi xalqum, senga kerak bo'lsa alyumin pilla, senga kerak bo'lsa paxta-yu tilla, menga xalqim kerak, kerakdir xalqim. Nosirlar, ya'ni nasriy yo'nalishda ijod qiladigan yozuvchilarni qator hikoyalarda ham aytganimiz ezilgan. Abdulla Aripov iborasi bilan aytganda, million egatlarga sochilgan O'zbekni vakillari obrazi, fojialari fragmental tarzda ham berilayotgan edi. Sharof Boshbekov O'zbek so'z san'atida, xususan ayniqsa sahna san'atida birinchilardan bo'lib, mana shu biz bir qismigina aytganimiz va keyinchalik yana alohida bo'rttirib, alohida urg'u bilan aytajagimiz fojiani bor ko'lami bilan, sabablari, oqibatlari bilan uni inson zotiga, millat genofoniga, millat tafakkuri, millat taqdiriga ko'rsatgan fojiali ta'sirini yagona, yaxlit bitta asar sifatida, keng qamrovli asar sifatida sahnaga olib chiqa bildi. Ayniqsa traktorchi Qo'chqorboy, uni xotini Qumri, zamona ziyolisi Olimtoy singari nihoyatda hayotiy tiplar ruhiyati va taqdirida mana shu fojia mujassam etildi. Bu asarda ham dramaturg o'zini insho uslubiga, ya'ni xarakterlarni ochish uslubiga mos ish ko'radi. Ya'ni hayotiy, real voqelikka nedir kutilmagan, g'ayri oddiy, tomoshabinni birdan sergak torttiruvchi detallar, holatlar, qahramonlar payvand qilinib, o'shalarni fonida asosiy qahramonlar sajiyasi, tabiati, ruhiyati ochib boriladi. Agar e'tibor bersak, dramaturgning ko'plab asarlarida ayni usulni ko'ramiz. Boya eslatganimiz Tikansiz sipratganlarda ham, eshik qoqqan kim bo'ldida ham, tusha uzgan tulporlar asarida ham. Temur xotinni bosh qahramoni Qo'chqorboyni ham hayoti, agar shu turmushni hayot deyish mumkin bo'lsa, hovlisiga Olimjon o'zi yaratgan robot terimchini olib kelgunga qadar aksariyat bir xil yakrang kechayotgan edi. O'sha shanba, yakshanba degan tushunchasi yo'q. Ertadan kechgacha traktorini qo'shini tili bilan aytganda tarillatib dalaga borish, qoramoyga belanib urvoqcha qadr topmagan mehnat bilan kunu tun yil 12 oy shug'ullanish va mana shu hayotda ko'rayotgani alamlarni hammasini o'zini ichiga yutish va ularni ozgina bo'lsa ham ovozini o'chirish, mana shu olamlarda ozgina bo'lsa ham unutish niyatida unda ozgina qo'liga tushib qolganda aroq ichib
mast bo'lish. Bu erkakni najot yo'li edi. Uning ayoli dramadan bilamizki 8 ta bolani tarbiya qilayotgan, 8 ta bolani tug'ib katta qilayotgan Qumri bechorachi. U nima qilib alamdan qutulish kerak edi? U nima qilib dunyodan, hayotidan rizolik izlash kerak edi? Unga nima najot bor edi, unga nima nur bor edi, unga nima hayotida mazmun bor edi? Mana shularning hammasi Temur xotin mana shu hovliga olib kelingandan keyin bo'rtib ko'rina boshlaydi. Ana shu Temur xotin bilan suhbat Qo'shqorvoyni nafaqat o'ziga, o'zi umuman turmushga, hayotga, taqdirga, xususan oilasini taqdiriga, bugungigina kun emas, ertangi kuniga ham sal chuqurroq, sal jiddiyroq, keyinchalik o'zi aytmoqchi, ko'p o'qigan nigoh bilan qarashga majbur qiladi. Robot o'ylasa, fikr qilsa, bilasizmi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Qiyomat qayin bo'ladi. Ajamaydi. Hali alomatga o'xshagan robotlar minglab yaratiladi. Millionlab yaratiladi. Endi bir tasavvur qiling. Millionlab robotlar o'ynasa, fikr qilsa, Xudoni o'zi asrasin qo'shqor ekan. Unda oxir zamon bo'ladi. Dahshat. Borib ular o'zlarini hozirgi ahvollaridan norozi bo'la boshlaydi. Tushunib qoladi-da. Nega deydi odamlar mazza qilib yurishibdi? Men ertalabdan kechgacha eshakdek ishlashim kerak deydi. Nega endi? Ularning inon ixtiyori o'zida yo'q. Men mana bunaqangi programmalashtirilgan mikrosxemaga bo'ysunishim kerak deydi. Ko'ryapsizmi gap qayerda? Qarang, ularning o'zi kim yana odamlikka da'vo qilishadi. Hamma gap shundaki, agar ular aqlini tanib qolsa, ularni boshqarish qiyin bo'ladi. Bergan buyrug'ingizni bajarmaydi. Hech qanday qonunga ham bo'ysunmaydi. O'zlari yangi qonun o'ylab topishadi. Xohlasa ishlaydi, xohlamasa yo'q. Ana shuning uchun robotga buyruq berildi-mi, bajarsin. Bu yog'i bilan ishi bo'lmasin. Bundan chiqdi bu roboting ham sahal ahmoqroq bo'lish kerak ekan-da, aka. Shunaqa desa ham bo'ladi. Mayli, ularning oyog'i, qo'li, tanasi ishlasin, lekin kallasi ishlashiga umuman yo'l qo'ymasligimiz kerak. Yana bir hayotiy voqeani eslashga majburman. 1982-yilida nafaqat biz sobiq Toshduni talabalari, balki butun respublikaning oliy o'quv yurtlarining talabalari, maktablarning o'quvchilari, ishga yaroqli jamiki aholi kuzda sentyabrning o'rtalaridan o'sha paytdagi mashhur ibora bilan aytganda paxta frontiga safarbar etilganmiz. Bizning chekimizga Sirdaryo oblastini Oqoltin rayonidagi 10-A Andijon savxozi yerlaridagi cheksiz, chegarasiz yerlarda paxtani yig'ishtirib terib berish tushgan. Dalalarda paxta bor. Hali yig'im terim bilan, charchoq bilan andarmon bo'lib, kunda qanday o'tganini bilmay qolgan, qorniga ozgina bir narsa kirgandan keyin charchab, xurrak atib uxlab qoladigan paytlarda unchalik sezilmadi. Keyin noyabrning o'rtalariga borganda dalada nafaqat paxta, balki paxtazorda o'zi yo'q. Chunki hammasi o'sha paytdagi til bilan aytganda padbor deganigacha yerni turpoqda orasida qolib ketgan tog'largacha hammasi yig'ishtirilib berilgandan keyin ham ushlab o'tirilgan xalq, odamlar, xususan biz talabalar kunni qanaqa o'tkazish? Birodarlar, kuz, kech kuz bizni xususan Toshkent davlat universitetini hamma talabalariga bir xil sharoit. Sharoitki bahorda pilla boqiladigan, yozda mol boqiladigan, kuzda esa biz kelishimiz sharofati bilan supurgida oqlanib, salpal shikastlikda to'g'rilanib, garbil taxtalardan havozalar qilingan, 2 qavatli havozalar qilingan mashhur o'z nomi bilan Barak deb ataladigan joyda tunda kunni mana shu sovuqni o'tkazadigan taqdirlar uchun mana shu front hali tugamagan, hali davom etish kerak edi. Nega? Chunki respublikaning kattalari markazning kattalariga, Kremlni egalariga o'zbek xalqi nima qilib bo'lmasin 6 million tonna paxta yetishtirib berish majburiyatini, sharafli qo'shtirnoqdagi majburiyatni olib qo'yishgan.
boya aytganimdek dalada paxta tugagan. Dalani o'zi ham yo'q. Yaydoq haydalgan dala. Bir kunda bir marotaba soat 3:30-4larda o'rtasida talabalarni tili bilan aytganda shlanka sho'rva qilinadi. Go'shtsiz, faqat kartoshka, sifatsiz paxta yog'iga qilingan go'shtsiz sho'rva beriladi. Bolalar, yosh, navjuvon talabalarni, ayniqsa qizlarni juda ko'pchiligi shamollagan. Bir qism talabalar allaqachon oshqozon yarasi kasalligini orttirib ham ulgurgan. Xullas, mana shu tunlarning birida kursdoshim Navnihol qiz Biboyisha degan qizimiz biqinini ushab, o'ng biqinini ushab yig'lab baraydan chiqdi. Uni ko'rgan feldsherimiz qo'rqib ketib, ko'rishakka o'xshayapti. Nima qilib bo'lmasin rayonda banisasiga, kasalxonasiga olib borish kerak dedi. Bir balo qilib bizga biriktirilgan Pazik avtobusni uxlayotgan haydovchini uyg'otib kelib, barakni oldiga olib kelib, betob qizimizni chiqarib kasalxonaga amal taqal qilib yetkazib bordik. Bemorni kasalxonani o'zi kasal bo'lgan binosiga olib kirib ketishgandan keyin men hovlida 40-chiroq yonayotgan simyog'ochni ostida tik turgancha kutib turdim. Va shunda o'sha simyog'ochni bel qismiga qoqilgan bir shiyorga ko'zim tushdi. Shiyorki 2 qulochga keladigan ramkaga olingan o'sha taxtali to'rtburchakka olingan, qachonlarda rangi qizil bo'lgan, hozir ancha unuqib qolgan, hilpirab kuzda izg'inin shamolida hilpirab turgan mana shu shiyorda bir gap yozilgan edi. No'noq, savodsizroq rassom, Jaydari rassom tomonidan bir gap bitilgan edi. Oq oltinni oltin qullar yaratadi. L.I. Brejnev. Men shuni o'qidimda beixtiyor ovozimni chiqarib vaqt dedim. Qanchalar aniq haqiqat, qanchalar hayotiy qismatni darjilab, muhrlab qo'yibdi bu no'noq yozuvchi, no'noq rassom dedim. Darvoqe, o'sha yili paxta frontidan 26-dekabrda yangi yilga bor yo'g'i 5 kun qolganda qaytarilgan va aksariyat viloyatdan kelib o'qiyotgan, poytaxtda o'qiyotgan 100 minglab talabalar umumiy общий vagonlarni tamburlarida va tualetlarida tik turgancha manzili ota-ona bag'ri tomon oshiqqan edi. Hamma gap ham shunda-da. Nolimaysiz. Ko'nikib ketgansiz. Yaralar toshga aylangan og'riq sezmaydi. Ha, dod solib baqirishga qo'lingizdan kelmas, hech qo'rsa ingrab qo'yishga ham qodir emasmisiz? Hayot deganlari shunaqa bo'lar ekan deb umringizni o'tkazyapsiz. Qalbingizni unut bo'lib ketgan. Hali o'zingiz ham bilmaydigan allaqaysi burchaklarda mutilayotgan ushoqqina norozilikdan qo'rqasiz, uyalasiz, uni sezmaslikka olasiz. To'g'ri, qadr qimmatingiz oshkora haqoratlanganda, o'sha miltilayotgan cho'g' alanga olganday bo'ladi. Va siz uni aroq bilan o'chirishga urinasiz. Dunyoga shirakayf ko'zlar bilan qarab, taskin topasiz. Bir qadar yupanasiz. Lekin ertasi kuni kayfingiz tarqab, dunyo yana asl holiga qaytadi. O'shanda o'zingizni qo'yishga joy topa olmaysiz. Hadsiz, hududsiz olamda mushtakkina jussangizni qo'yishga joyi yo'q. So'ng yig'lamoqdan o'zga chorangiz qolmaydi va o'ksib yig'laysiz. Yig'lamayman. Yig'lamaganman. Yig'lagansiz. Juda ko'p yig'lagansiz. Faqat ko'zingizni narigi tomoni bilan yig'lagansiz. Ko'z yoshlaringiz tashqariga emas, ichingizga oqqan. So'zimiz davomida eslatganimiz she'riy parchada shoir Mirzo Kenjabek zamona zo'rlariga qarata senga kerak bo'lsa alyumin pilla, senga kerak bo'lsa paxta-yu tilla demoqda. Darhaqiqat O'zbekiston zaminidan chiqadigan jamiki nodir metallar, nodir boyliklar
hammasiga markaz o'sha joyda o'ziga uya qilib olgan markazni rahbarlari egalik qilishardi. Masalan, o'sha paytlarda neft va gazdan tashqari har yili O'zbekiston zaminidan qariyb 85-90 tonna sof oltin qazib chiqarilgan bo'lsa, uni 1 grami ham O'zbekistonda qoldirilmay aytilganidek markazga tashib ketilar. O'zbek o'zini o'g'lini uylamoqchi, qizini chiqarmoqchi bo'lib, nikoh uziga olmoqchi bo'lsa, 2 gram tilla aralashtirilgan yupqagina nikoh uzigini 125 so'mga sotib olib berish shart edi. Hali ilk bahorni zaxi ketmagan, yagona pechka yoqiladigan, kelinchak tushirilgan uylar bo'shatilib, pilla boqilgan. O'sha pillani bir ish smenasida tik oyoqda turib, qo'llari muzdek suvlarda ipagini egirib toyga o'sha g'altakka aylantirgan o'zbek ayoli buni hammasini yig'ib kelib Marg'ilondagi ipak fabrikasida to'qib qo'llari bilan zahmatli mehnati bilan yaratgan o'zbek ayoli bolasini, qizini sepiga qo'yish uchun 2 kiyimlik atlasga zor edi. Chunki bu matoni aksariyat qismi boya aytganim markaz Moskvaga, Leningradni Zum Gum degan do'konlariga jo'natilardi. Nega? Chunki xorijdan keladigan turistlar, diplomatlar o'sha paytdagi ibora bilan aytganda g'arbni kapitalistlari ko'ziga Moskvada, Leningradni, markaziy shaharlarni do'konlarida hamma narsa bor. Xususan mana atlasdek chiroyli mato ham bor degan chodir hayol ilinar edi. Bu atlasni chinakam egasi boya aytganim bolasini to'yi uchun, sepi uchun qilinayotgan umidlar ularni mutlaqo qiziqtirishmas edi. Lekin o'zbek ham to'y qilish kerak. O'zbek ham armonlarini hech bo'lmasa 2 kunlik to'y bilan ozgina bo'lsa ham, vaqtincha bo'lsa ham aritish kerak. Nima qilinardi? O'sha tomonlarga komandirovkagami, qandaydir safarlarga borgan odamlar va aksariyat Toshkentni, Andionni, Samarqandni poyezdlarda ishlaydigan provodnik, vagon kuzatuvchilari o'sha do'konlarga, markazdagi do'konlarga kirib, magazin mudirlariga tepasiga pul, ularda tili bilan aytganda shapkasini berib, 1-2 toy atlasni O'zbekistonga 3,5-4 kunda poyezdda tashib kelishga va uni ali aytilgandek bir kiyimlik qilib qirqib, Chaykov bozorlarida militsionerdan, OBXSdan qochib sotishga majbur bo'lishardi. Agar ushlab olishsa, Xudo ko'rsatmasin, o'sha paytdagi jinoyat kodeksini chaykovchilik degan moddasi bilan uzoq muddatga qamalib ketishardi. Ma'lumot uchun aytaman. Mana shu bir kiyimlik kelinchak uchun, bo'lg'usi kelinchak uchun sepga qo'yiladigan bir kiyimlik atlas matosini narxi 180 so'm Chaykov bozorida edi. Solishtirishingiz uchun yana bitta faktni aytaman. O'sha yillari oliy ma'lumotli injener 110 so'm oylik olgan bo'lsa, fan doktori, professor degan katta olim 240 so'm oylik bilan siylanar edi. Yana kuylar. Iqbolimiz porloq ekan. Do'stlar
millatimizning juvonmard shoiri Shavkat Rahmon bir necha she'rlarini, xususan Yonayotganlar nomli she'rida O'zbekning ayollari boshiga tushgan ko'rgiliklarni yuragi yonib, xususan quyidagicha tasvirlagandi. Vallamat g'oziylar qabrida turdi, ertakda adashgan tanti botirlar, chinakam erlar qolmagan yurtda o'zlarin yondirar bugun xotinlar. Badaxshon lalimas, gavharu durmas, oddiy bir insoniy qadrini izlab, chinakam beklari qirilgan yurtda gulxanda yonadi necha gul qizlar. Farishta qo'llari qorayib kuygan, kir durra chirmagan olma yuzlarin, har biri Sherali Hofizni suygan, ko'zlari g'ussali, kichik jussali, ko'ksida armonning tumarday dog'i, jahondan uzilib qolgan dalada munchalar miltilab yonar bu kunlar. Bir so'z yuritayotgan o'tgan asrning 80-yillarida statistikasiga nazar soladigan bo'lsak, o'sha yillari faqat o'ziga o't qo'yish aksiyasi bilan, o't qo'yish orqali yuzlab ayollar joniga qasd qiladi. Buni orasida men yana qaytaraman, tomirini kesish, sirka ichish, sirtmoqqa bo'ynini berish, suvga cho'kib o'lish singari suitsidlar o'z joniga qasd qilishlarini qo'shayotganim yo'q. Hamma zamonda ham inson aql zakovatining mahsuli buyuk kashfiyotlar sizga o'xshagan johillar tufayli barbod bo'lgan. Siz taraqqiyotni dushmanisiz. O'lib ketay agar alomatga biron bir ortiqcha yumush buyurgan bo'lsam. Axir u menga qatorasiga 9-10 ta bola tug'ib bermagan bo'lsa, ertalabgacha 5 quchoqlab chiqmagan bo'lsa, har bir bolasi bilan bir marta kasal bo'lib, bir marta sog'aymagan bo'lsa, axir bitta o'zbek ayoli qiladigan ishni yarmini ham qilgani yo'q-ku. Qanaqasiga uni men o'ldirgan bo'lay? Bugun sobiq sho'rolar tizimini, uni yaratgan qonxo'r dohiylarni ulug'lab qo'msayotgan, ittifoqni boshqacharoq shaklda bo'lsa-da qaytarish niyatida yurgan kuchlar va ularni shaydolari gap so'zlariga quloq tutadigan bo'lsak, biz hozir kichkinagina suhbatimizda bir qism eslab o'tganimiz fojialar, o'zbek millatini, xalqini boshiga tushgan ko'rgiliklar go'yo bo'lmagandek. Go'yo 73 yil o'zbek xalqi, qirg'iz xalqi, rus xalqi, ukrain xalqi jannatda yashagandek manzarani bizga da'vo qilishadi. Holbuki 130 yillik so'nggi istibdod davrida xalqimiz qanday xo'rliklarga, zulm va zo'ravonliklarga duchor bo'lgani minglab tarixiy hujjatlar, jonli guvohliklarda o'z aksini, tasdig'ini topgan. Toki inson qadri va erkini, millat g'ururi va sha'nini, kelajak taqdirini do'kondagi kalbasa narxi bilan o'lchaydigan kimsalar, shu bilan o'lchashga o'rgatadigan, ko'ndiradigan kuchlar bor ekan, o'zini hurmat qilgan har bir xalq singari bizning nazarimizda bizni xalqimiz ham Qodiriy iborasi bilan aytganda o'tmishga, xususan yaqin o'tmishga, chor hamda sho'ro zulmi ostidagi o'tmishga sinchkov nazar tashlab, sergak nazar tashlamog'i, o'sha paytlarda yo'l qo'yilgan nihoyatda alamli xatolarni endi qaytarilmasligini o'ylamog'i, umuman o'z taqdirini faqat va faqat o'zi belgilashi va faqat o'zi hal qilishi lozim ekanligini anglamog'i shart. Millatimizni chin ijodkorlari, xususan Niyoziydan keyingi o'zbek xalqini peshonasiga bilgan eng kuchli dramaturg Sharof Boshbekov ijodi bizni mana shu haqiqatga, mana shu vazifaga to qiyomat qadar chorlab eslatib turadi. Xayr, salomat bo'linglar.